Nega hamma Lionel Messining xotiniga qoyil qoladi, ammo Ronaldoning rafiqasini tobora ko'proq tanqid qilishadi. Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz. Ronaldoning rafiqasi Jorginho Rodriguez allaqachon hashamat ramziga aylangan. Uning Instagram sahifasida shaxsiy samolyotlar, brilliantlar, millionlab pullik shoppinglar va Cristianodan olingan sovg'alar aks etgan. U hattoki Netflixda o'zi haqida film suratga olib, unda boy hayotini namoyish qildi. Endi buni Messining rafiqasi Antonella bilan solishtiring. Antonella hech qachon yulduz bo'lishga urinmagan. U hayotini ko'z-ko'z qilmaydi va e'tibor ortidan quvmaydi. Uning ijtimoiy tarmoqlarida faqat oila, bolalar va eri bilan birga o'tgan lahzalar bor. U doim stadion tribunalarida erining futbolkasida o'tirib, oddiy xotin kabi unga tashvishlanib qo'llab-quvvatlaydi. U hech qachon maqomni ko'rsatmaydi, shunchaki yonida bo'ladi. Uni ko'pincha oddiy supermarketda ko'rish mumkin. Ular er-xotin sifatida boshqa oddiy juftliklar kabi mahsulot tanlashadi. Biri jurnallar uchun suratga tushayotgan bo'lsa, ikkinchisi tinchgina oilaviy hayot kechirmoqda. Aynan mana shu kamtarlik va chin muhabbatni muxlislar asosiy farq deb bilishadi. Ronaldoning ayrim muxlislari esa Jorginhoga izohlarda tobora ko'proq Antonelladan o'rnak olish kerak deb yozmoqda. Siz qaysi tarafdasiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.